10. Bab. Qeyrindaşlar, Musa Peygamber zamanındaki ecdatlarımızın Mısır'dan çıkkanda çöl bayavanda beşini ötküzgen keçirmişlerini, to'liq tushunishinglarni umid qilaman. Ularning hammasi shu chaqda Xudo ato qilgan yo'l boshlovchi bulutning yetaklishi ostida bo'lib, Xudoning mo'jizasi orqali Qizil dengizdan sog'-salomat mengib o'tdi. Ularning Qizil dengizdan o'tishi xuddi e'tiqodchilarning cho'mildirishni qabul qilgandek bo'lib, ularning hammasi Musa payg'ambarga ergashguchilardan bo'ldi. Ularning hammasi Xudo ato qilgan o'xshash bir yemakni yegan va ruhi toshdan chiqqan o'xshash bir suvni ichgan. Ularga hamroh bo'lib kelgan bu ruhi tosh dal Ayso Masih edi. Shundaqdimi? Ularning ko'pinchisi Xudoni xursand qilmadi. Shunga ular o'lib, jasadlari çöl bayavanda qoldi. Ulardek yomon ishlarga berilmasligimiz uchun bu voqealardan ibrat elishimiz kerak. Sizlar ularning ba'zilaridek butqa cho'qinganlardan bo'lmanglar. Xuddi muqaddas yozimlarda yozilgandek, o'zlari cho'qingan butlarni xushal qilish uchun ular keyin o'ltirib, xohlagancha yeb ichishib, kayf safo qilishdi. Biz ularning ba'zilaridek jinsi axloqsizlik qilmayli. Ular mana shunda qilib 23 mingi bir kundala halak bo'ldi. Biz ularning ba'zilaridek maqsadlik holda gunoh qilib, Rabbimiz bizni jazolamdi, jazolamamdi deb uni sinamayli. Shu chaqda unda qilganlarni zaharlik yilonlar cheqib o'ltirgan edi. Biz ularning ba'zilaridek Xudodan norozi bo'lib, uningdan og'rinmayli. Shu chaqda bunda qilganlar Xudo avatgan jon olg'uchi farishta tarafidan o'ltirilgan edi. Bu voqealar bizdagi savoq bo'lishi uchun ularning beshiga kelgan edi. Shundaqla bu voqealar oxir zamonda yashayotgan bizlarning ulardek bo'lib qolmasligimiz haqida ogohlantirish uchun xotirlangan edi. Shuning uchun o'zini e'tiqodda putirab turyotiman deb hisoblaydiganlar yiqilib tushishdan paqas bo'lsin. Sizlar duch kelgan sinoqlarga boshqa odamlarmi o'xshash duch kelgan. Xudo ishonchlidir. U sizlarni bardoshlik berish chekinlardan hol qilgan sinoqlarga uchratmaydi. Xudo sizlarning sinoqqa duch kelganda putirab tura olishinglar uchun ozdirilishdan saqlanish yo'lini ochib berdi. Shu sababdan qadrli qarindoshlarim, butparastlikdan saqlaninglar. Sizlarni aql hushi joyida kishilar deb qarab, buni aytyapman. Aytganlarimga o'zinglar baho beringlar. Biz Rabbimizni xotirlash uchun o'tkazayotgan dasturxonga jam bo'lib, Xudoga shukr aytib, jomdagi sharobni ichganda va bir nonni bo'lishib yeganda Ayso Masihning biz uchun qurbon bo'lgan teni va qinining hisobiga kelgan iltifotidan o'rtaq bahramon bo'lamiz. Biz e'tiqodchilar ko'p bo'lsaqmi, hammamiz bir nonni bo'lishib yeganligimiz uchun ruhiy jihatda bir tan bo'lamiz. İsraillarga qaranglar. Ular Yerusalimdagi cho'ng ibodatxonada Xudoga qurbonlik qilgan go'shtni yeyish bilan ibodatini ifodlaydi. Men bundaq deyish orqali butqa atab qurbonlik qilingan narsaning biror ahamiyati bor yoki but haqiqiy Xudo demoqchimanmi? Hargiz.
Undaq emas. Demakchi bo'g'nim shuki, butparastlar qurbonliqlarini Xudoga emas, jinlarga ataydi. Sizlarning jinlar bilan sherik bo'lishinglarni xohlamayman. Sizlar hem Rabbimizning jomidikidan, hem jinlarning jomidikidan issanglar bo'lmaydi. Hem Rabbimizning dastıqınıga, hem jinlarning dastıqınıga daxil bo'lsanglar bo'lmaydi. Bunda qilsak, Rabbimizning g'azabini qo'zg'aymiz. Uning jazolashidan qechib qutulishga kuchimiz yetamdi. Ba'zilar Xudo tarafidan ma'ni qilingan bo'lsa, nima qilaman desam o'z ixtiyorim deyishi mumkin. Lekin hamma ish foydali bo'lamaydi. Nima qilaman desam, o'z ixtiyorim degan bu so'z to'g'ri bo'lsa-mu, lekin hamma ish qarindoshlarining e'tiqod jihatda kuchli bo'lib yetilishiga yordam berolmaydi. Har kim faqat o'z manfaatini emas, boshqalarning manfaatini ko'zlasin. Go'sht do'konda setilgan go'shtlarni butqa atab, nazr qilinganmi, qilinmaganmi deb surishtirib yurmay, pok vijdon bilan yeveringlar. Chunki muqaddas yozmalarda yozilganidek, yer yuzi va uningdagi hamma narsa Rabbimizga taalluqdir. Agar Ayşo Masihga e'tiqod qilmagan bir kishi sizlarni ziyofatga chaqirsa va sizlarni bormoqchi bo'lsanglar, oldinglarga qo'yilgan hamma narsani butqa atab nazr qilinganmi, qilinmaganmi deb surishtirmay, pok vijdon bilan yeveringlar. Lekin boshqa bir sizlarga bu nazr qilingan go'sht desa, u kishining e'tiqodini o'ylab, u go'shtni yemanglar. Chunki bu go'shtni yeyish uning nazarida gunoh bo'ladi. Bu yerda sizlarning vijdoninglarni emas, balki u kishining vijdonini demoqchiman. Undaqda nima uchun boshqalarning vijdoni mening erkinligimni cheklasin? Agar men Xudoga shukr etib, bundaq ziyofatga qatnashsam, yani nima uchun shukr etib yegan bu yemekligim sebebidan ayblanishga ushirishim kerak? Muhimi, nima yeb, nima ishinglar, qanday ish qilishinglardan qat'iy nazar, uni faqat Xudoning ulug'lanishi uchun qilinglar. Boshqalarni, mayli ular Yahudiylar, Yahudi emaslar yoki Xudoga mansub jamoatchilikdagi e'tiqodchilar bo'lsin, gunohga boshlaydigan ishni qilmanglar. O'zimmi sizlarga deganlarim bo'yicha ish qilaman. Men har qaysi jihatdan hamma odamni xursand qilishga tirishiman. Chunki men o'z manfaatim uchun emas, balki ko'pchilikning qutqizilishi uchun ularning manfaatini ko'zlayman.